Hozir zamon o'zgaryaptimi yo kelinlar shunchalik o'zgarib ketyaptimi qizlar? Men tushunmay qolaman-da. Aynan meni kuzatadigan kuzatuvchilarim, yosh kattalar ham bor, yoshlar ham bor, yangi kelinlar ham bor, eski manda yangi kelinlar ham bor, 89-yillik. Ish qilganlarimni qo'ysam yoqmayapti yosh kelinlarga, aynan yosh kelinlarga. Nima zarur sizga birovning xizmatini qilib, nima zarur sizga o'zingizni sal qadringizni bilsangiz bo'lmaydi, yozayotganlar bo'lyapti mana aynan anaqamga. Direktorimga men hayron bo'lib qoldim. Islom dini poklikka, ozodalikka qurilmaganmi? Qilsam o'zimni uyimni, o'zimni qo'limni, o'zimni joyimni qilaman. Ozoda bo'lib tursa, men o'zimga ham priyatni. Qaynona qaynotam bilan duosini olamiz deb bunday olib qarasa. U shart emasga tushib qolish, hozirgi kelinlarga qaynona qaynotani ishini qilish malollik emasdir, nimaga bunchalik bo'lib ketyapti? Odam qon aylanishi uchun ham yurgani foyda-ku. Bilmasizlarmi, bugungi kunda ajrim soni juda ham ko'p. Masalan, 10 ta to'y bo'ldi, 10 tadan 8 tasi ajrashyapti, 2 ta donasi yaxshi yashayapti. Sababi nimadaligini bilasizlarmi? Sababi shu onalar farzandiga to'g'ri tarbiya bermayotganidan-da. Qizlariga, masalan, biz yoshligimizda ota-onamiz agar ish qilmasa, mana 11-12 yoshda men o'sha ovqat qovurardim. Ish qilmasa ertaga qaynoning kutdingi deb haydaveradi deyishardi, qo'rqitishardi. No, hozirgi qizlar